Endi tishingiz og'rib qolsa, uzoq joyga borib o'tirishingiz shart emas. O'zimizda Bo'stonliq tumani Gazalkan shahri Naxalkada oldingi eski Umida aptekasi o'rnida stomatologiya Grace Dental nomli klinikamiz ochildi. Batafsil ma'lumotlarni Norxo'jayev Aziz akadan bilib olamiz. Aziz aka, klinikalar ochilganligi bilan tabriklayman. Klinikalarda nima xizmatlar mavjud? Bizning xizmatlarimizga tish davolashlari, tish qo'yishlar, tish olishlar, implantatsiyalar va barcha stomatologik amaliyotlar kiradi. Hozirgi kunda zamonaviyligi, hammasi yangi, sterilizatsiyalarimizni tozaligi va kadrlarimizni, vrachlarimiz, stomatologlarimizni yaxshiligi insonlarga komfort beradi. Klinikamiz bugundan boshlab ish faoliyatiga tushdi. Keyinchalik 24/7 faoliyatini yurg'izishni niyat qilib turibmiz. Hammalarni klinikamizda kutib qolamiz. Klinikamiz xizmatlari haqida ma'lumotlarni eshitdinglar. Xizmatlardan foydalanib qolinglar. Bo'stonliq bozor nomidan kelsanglar, bonusi bor. Stomatologimiz tajribali. Videoga like bosmagan bo'lsangiz bosib qo'ying.